Assalamu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi ko'rsatuvimiz Ray Center Bedayning Abbos apteka va yandasa buyum bozori, Ray Center buyum bozori. Avtobus marşrutda umuman problemasi yo'q. Zo'r mestada 5 xonali kvartirani sotib chiqdi. 5 etajli domni 4-etajında hurmatli obunachilar. Yo'lning ustida demak bo'ladi. Beden maktab, bakça umuman problemasi yo'q. Bedening avtobus ham yurib turibdi, hurmatli obunachilar. 19 6 o'tib turibdi. Hozir ichkari qismi bilan donishib görüşib chiqsak. Eng hurmatli yurtdoshlar, yetib ham keldik 4-etajimizga. 5 etajli domni 4-etajında 5 xonali kvartiramiz sotib chiqdi. Podizlarining akkuratni, toza kraska, ajoyib bo'lib turibdi. Ishlar demir eshik. Yana bir ish bor ekan ichkarida. Bismillahirrohmanirrohim. O'ng qo'limizda bir spani joylashgan, devorlar fon. Balandlik ham balandlatib solingan, kraskalanib, oqlanib turibdi. Joyimizda отоплениялар ham bor. Beda girish xotimizda rakovinasi joylashgan. Suv, svet, gazda umuman problemasi yo'q. İçinde ham bir narsa ketadi ekan. Yan tarafımız zal bo'ladi, bu yanımız ham zal, bu yan tarafımız spanni, 3 spanni, 2 tane zal, 5 komnatli kvartira. Xonalari addi. Bize doğrudan zaldan başlayımız. Bu yan tarafımız inin, yan taraf balkon, ullu tushgan bu yan zalımız ham. Kamenli peşler ham bor ekan. Aynaları akva ayna. Hurmatli yurtdoshlar. İkinci xonamizni ko'rsatib o'tdik. Yan tarafa 3-xonamizga kiramiz, hurmatli yurtdoshlar. Yerimiz ham zalimiz, hurmatli yurtdoshlar. Aynalar akva ayna. Yerimiz ham toza fonda turibdi. 5 xonali kvartira, hurmatli yurtdoshlar. Bahosini ofitserlarda pastda yozib qoldiramiz. Yan taraf spanni. Yerimiz ham aynasi almashgan, ro'shatkalar bo'lgan. Ray Centerda joylashgan, hurmatli obunachilar. 5 etajli domni 4-etajında 5 xonali joy. Hamma narsasi bo'lay ketadi, hurmatli obunachilar. Qaladan aytib o'tgaman. Yerimiz sanuzelimizda restoran bor. Yarım qismi açarlik kafel. Yine otopleniyasi beri joylashgan. Suv, svet, gazda umuman problemasi yo'q. Bu yan tarafimiz spannimiz ham ulug' inak, ajoyib. Aynası bir yan tarafa qaragan, beda puxak turibdi, yarım qismi. Gelib yashamoqqa ajoyib joy. 5 xonali so'ra birgalar yerib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. Bedayning o'shir ochib eganlar. Shuda ham bir xona tushgan. Maqsogan oyda ish qo'ygan. Shu bilan 5 xonali kvartira, hurmatli obunachilar. Yan hojatxonam addenli. Hurmatli obunachilar. Bu yan tarafimiz kuxnimizda mebel, gaz plita qoladi. Qolgan o'z ketadigan, hurmatli obunachilar. Bu yan tarafimiz balkon. Bir bo'lib qo'yibdilar. Aynalar almashgan. Ajoyib holda turibdi. Narx-navosini pastda yozib qoldiramiz, hurmatli obunachilar. Kimda kim 5 xonali joy so'rab bergan bo'lsa, shular yerib qo'yishlarini so'rab qolamiz. Sog' bo'lin, salomat bo'lin, kanalga obuna bo'lib, yoddan chiqmasin. Hamma shunday nasib etsin.